Dadish! Endi sen meni boydoq deb o'ylama, ruxsatsiz uydan chiqadi deb o'ylama, xotinidan qo'rqadi deb o'ylama, shunchaki uni hurmat qilaman. Negadir shu do'stlardan holatdim mato meni, ularni do'st deb atashim balki xato meni. Bu do'stlarim oxiri qiladi gado meni, vaqtida o'ylamaganim bo'ldi xato meni. Dadish, yana shu chala repet o'rtog'iz keldimi? Bekor ranjitdingizda, mayli xafa bo'lmasin, boring. Ruslanmi, rahmat xotin. O'ylamaganim bo'ldi xato meni.